Bismillahirrahmanirrahim. Sura Yasin. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Yasin. Yasin. Vel Qur'anil Hakim. Hikmetlik Qur'on bilan qasamki, İnneke leminel mursalin. Ey Muhammed, shak shubhisiz ki sen payg'ambarlardinsan. Ala siratin mustaqim. To'g'ri yo'ldasan. Tanzilal azizir rahim. Qur'on ota bovolari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. g'olib, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishlik bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga iğneklergacha taqoqlarni taqıdık. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardiladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash. Iymon etmaydi. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Sen faqat Qur'onga ergashgan marhamatlik Allohni ko'rmay turib qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Ya'ni ogohlantirishingning foydasi bo'ladi. Uningga Allohning uning gunohlarini mag'firat qiladiganligi va esil savob, ya'ni jannat ato qiladiganligi bilan xushxabar bergin. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Biz şübhisizki ölüklerini tirildirimiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallerini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shay'ini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. O'z vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Aynı zamanda ularga ikki payg'ambar avatdiq. Ular
u ikki payg'ambarni inkor qildi. Uchinchi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ular, sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Alloh hech narsa nozil qilg'ini yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar dedi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Elchilar, Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubhasiz sizlarga avatilgan elchilarmiz. وما علينا إلا البلاغ المبين. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliğ qilishdir dedi. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ular elchilarga biz sizlardan shum pol oldik. Agar sizlar davitinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiramiz va bizning qattiq jazoyimizga uchraysizlar dedi. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Elchilar, kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billidir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa, shum pol olamsizlar? Hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najor yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga, sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Man nemishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. man Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dab'i qilolmaydi hamda meni qutqizolmaydi. إني إذا لفي ضلال مبين. Agar undaq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. إني آمنت بربكم فاسمعون. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İymonimga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. Qavmi uni o'ltirib atgandan keyin uningga
jannatga kirgin deyildi. U koshki qavmim Parvardigorimning bima ghafara li robbi va ja'alani minal mukramin manga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi. Va ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samai va ma kunna munzilin. Onundan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushiriverguchi bo'lmadik. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Faqat bir ovoz bilanla nagahon ular qaytib qoldi. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila, uni masxira qilishdi. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ular, yani Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdu. Ular bularning yeniga, yani dunyoga abadiy qaytmaydi. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Ölük, yani qurg'oq zeminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan oshliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati komilasini ko'rsatadigan alomatdir. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Biz zaminda nurg'ullig'an xurmo bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ular uning, yani bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdu. Subhanallazi xalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah bütün ayıb nuqsonlardan pokdir. U bütün shay'larni jüb yaratdi. Zemindan önüp chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqotlarning hammasining jübti bor. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib etimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib etimizda, ular nagahon qorong'uda qoladi. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Oyga
sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Günning oyga yetib bilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qelishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turdi. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovularini Nuh alayhissalomning narsi kerak va hayvonotlar bilan toshqizilgan kemisiga tushirdik. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Biz ular uchun shu kemiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Agar biz xohlasak ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchimi bo'lmaydi. La rahmatan minna va mata'an ila hin. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qiladiganligimiz uchun ular qutuldiriladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardakidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardakidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Parvardigorining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsila, ular buningdan yuz o'riydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadiqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mo'minlarga masxira qilish yuzasidan, agar Alloh xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik. Sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasilar deydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshidi deydi. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni İsrafil alayhissalomning birinchi qaytimliq chalgan so'rinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Sur chelingan hamon ular qabrlaridan chiqib
Parvardigori tarafga yugurdi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ular, voy esit, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim o'yg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mo'minlar uningga javoban mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan deydi. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Shubhisizki, u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyilari ostida taxtlarga yo'langan holda turadi. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Ular uchun jannatda turli meyvelar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. سلام قولا من رب رحيم. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrılinglar deyiladi. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Mağlı ibadat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda kofir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Shu kunda ularning egizlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etatdik. Ondan ular yo'l mengishga oldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ralisin? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib etatdiq. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi qaytolmaydi. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizletib etimiz. Ya'ni yoshlik, qirollik vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Onunğa, yani peygamberge biz şiir ta'lim bermedik. Onunğa şiir münasip mu emas. O fakat لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Tiriklerini agahlandırış, kafirlarga azapның tegishlik işkellikini bildiriş üçün nazil bolgan vaz nasihattur ve roşan Kur'andır. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ular bilmemdu ki, ular üçün hayvallarni kudret kolumuz bilen halq ettik. Ular hayvallarni başkurup turguçılardır. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Hayvallarni ularga boysundurup berdik. Ular u hayvallarning ba'zisini menidu, ba'zisini yeydu. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ular şu hayvallardan faydalanıdu ve sütlerini içidu. Ular Perverdigarının bu nimetleriga şükür kılmamdu. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ular yardımga erişishni ümit qilib, Allah'ni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. U ma'budlar ularga yordam berolmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ey Muhammed! Ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillaridagini va oshkora qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. İnsan bilmemdu ki, biz haqiqatan uni abi manidin yarattık. Amdi u Perverdigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yoritilganligini bo'lsa untudi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildiraydi dedi. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Aytqin ki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
فإذا أنتم منه توقدون. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammini bilguchidir. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah birer şeyini yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allah paktur ki her bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sura Yasin. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yasin. Val Qur'anil Hakim. Hikmatlik Qur'on bilan qasamki, innaka laminal mursalin. Ey Muhammad, shak shubhisizki sen payg'ambarlardinsan. Ala siratin mustaqim. To'g'ri yo'ldasan. Tanzilal azizir rahim. Qur'on ota-bobolari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. G'olib nihoyat mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishlik bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga emaklargacha taqoqlarni taqıdık. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardiladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash. Iymon etmaydi. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sen faqat Qur'onga agashgan, marhamatlik Allohni ko'rmay turib qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Ya'ni ogohlantirishingning foydasi bo'ladi. Uningga Allohning uning gunohlarini mag'firat qiladiganligi va esil savob, ya'ni
jannat ato qiladiganligi bilan xush xabar bergin. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Biz şübhisizki ölüklerini tirildirimiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallerini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shay'ini ro'shan daftarda, ya'ni lavhul mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. O'z vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Aynı zamanda ularga ikki payg'ambar avatdiq. Ular u ikki payg'ambarni inkor qildi. Uchinchi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ular, sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Alloh hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar dedi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Elchilar, Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarmiz. وما علينا إلا البلاغ المبين. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliğ qilishdir dedi. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ular elchilarga biz sizlardan shum pol oldik. Agar sizlar davitinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiramiz va bizning qattiq jazoyimizga uchraysizlar dedi. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Elchilar, kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billidir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa, shum pol olamsizlar? Hargiz undoq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar dedi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najor yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Man nemishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay,
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. من Allah'tan gayrini ilah qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dab'i qila olmaydi hamda meni qutqizolmaydi. Inni idan lafi dalalin mubin. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Inni amantu bi robbikum fasma'un. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Qavmi uni o'ltirib atgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U koshki qavmim Parvardigorimning bima ghafara li robbi va ja'alani minal mukramin. Menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi. Va ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i va ma kunna munzilin. Onundan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushirib-verguchi bo'lmadik. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Faqat bir ovoz bilanla nagahon ular qaytib qoldi. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah'ның oyatlarini inkar qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila, uni masxira qilishdi. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdu. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Va in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Ölük, yani qurg'oq zeminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan oshliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Biz zaminda nurg'ulligan xurma bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah bütün ayıp noksallardan paktır. O bütün şeylerni cüp yarattı. Zeminden önüp çıkıdığan nersilerinin, ularının özlerinin ve ular bilmeydiğan nersiler, yani acayip mehlukatlarının hemmisinin cüptü var. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Ularga Allah'ın kudretini körstüdüğün bir alamet keçidin ibaret ki, onundan kündüzni ayrıvetimizde, yani kündüzning nurini yok kılıvetimizde, ular nagahan qarang'uda qoladi. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Kun belgilengen joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Kunning oyga yetib-bilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qelishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Ularga bizning kamoli qudretimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovularini Nuh alayhissalomning narsi kerak va hayvonotlar bilan toshqizilgan kemisiga tushirdik. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Biz ular uchun shu kemiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchimi bo'lmaydi. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qiladiganligimiz uchun ular qutuldiriladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardakidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardakidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Parvardigorining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsila, ular buningdan yuz o'riydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan, pekirlarga
sadiqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mo'minlarga masxira qilish yuzasidan agar Alloh xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik. Sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasilar deydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishqa oshidu deydi. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ Ular faqat bir ovoznila, ya'ni İsrafil alayhissalomning birinchi qaytimliq chalgan so'rinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sur chelingan hamon ular qabrlaridan chiqib Parvardigori tarafga yuguradi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Ular voy esit, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim o'yg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mo'minlar uningga javoban mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan deydi. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Shubhisizki, u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Ular va ularning juftilari jannatlarning soyilari ostida taxtlarga yo'langan holda turadi. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون Ular uchun jannatda turli meyvelar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. سلام قولا من رب رحيم Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. وامتازوا اليوم أيها المجرمون Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyiladi. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Mangli ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar?
هذه جهنم التي كنتم توعدون Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Sizlar dunyodagi cheg'inglarda kofir bo'lganliginlar uchun jahannamga kiringlar. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Shu kunda ularning egizlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etatdik. Ondan ular yo'l mengishga oldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ralisin? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib etatdik. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi qaytolmaydi. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizletib etimiz. Ya'ni yoshlik, qirollik vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosibmi emas. U faqat لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Ular bilmamdu ki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchilardir. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini menidu, ba'zisini yeydi. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون U ma'budlar ularga yordam berolmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan
ularning dillaridagini va oshkora qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ İnsan bilmemdu ki, biz haqiqatan uni obi ma'nidin yaratdik. Amdi u Parvardigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yoritilganligini bo'lsa untudi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildiradi dedi. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Aytqin ki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mohir yaratquchidir. Hammini bilguchidir. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah biror shay'ini yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah paktur ki her bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasilar.